Hello YouTube ahli do'stlar, obunachilar, sizlar bilan birgalikda men o'sha Chiko do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, ishlaringlar bo'lyaptimi? Assalomu do'stlar, obunachilar, bizning bugungi Minecraft videomizda Minecraft lekin Mega Skyblock videosini olamiz. Do'stlar, obunachilar, albatta videomiz boshlanmasdan oldin videoga bitta like bosinglar va kanalimizga o'ta obuna tugmasini ham bosib qo'yinglar. Do'stlar, obunachilar, biza mana shu Mega Skyblock videosining birinchi qismida Yovuz Plagerlarning bashnasini yarmini bosib olgan edik. Bugungi videoda esa polniy bosib olamiz. Do'stlar, obunachilar, bizning maqsadimiz mana shu maratonning oxirigacha birga bo'lish. Shuning uchun bizga kanalimizga obuna bo'linglar. Obuna bo'ldingizmi? Obuna bo'lganlarga rahmat, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas kalom, gapni ko'p cho'zib o'tirmayman-da, videoga o'tamiz. Xullas, mana merimiz ham zagruzka bo'lyapti. Bu merni o'tgan safar o'ynagan edik. Yaha. Xullas do'stlar, obunachilar, biza o'tgan safar hozir menimcha mana shu tarafda edi. Mana biz o'tgan safar ana bu pillagerlarning bashnasini yarmini bosib olgan edik. Bugungi qismda esa butunlay bosib olamiz. Ana o'sha yerdan o'zimizni qilamiz. Bundan avval bizga ovqatlar kerak. Ana hamma joyini buzib tashladik. Mana bu yerdagi yog'ochlarni o'tgan qismda olgan edim. Osh menimcha bo'ladi. Osh mana bu yerga bitta spawn qo'yib turamiz. Osh bizda o'q yetarli. Osh yog'och hozircha bizga kerak emas. Mana bu 55 ta maydalangan yetib qoladi. Yana zombini go'shti ham bizga kerak emas. Suyak kuni menimcha bo'ldi. Undan avval narsalarimizni joylab olamiz. 5 ta o'rin. Mana bu yerga kamon, mana bu yerga olma. Hop. Mana hamma narsa sig'di. Ana endi ketdik. Ana bu yovuz plagerlarning bashnasini bosib olgani. Keyin nezerga ham bir kirib chiqamiz. Iya, 2 dona o'qda o'lib qoldi-ku. Endi mana bularni tepadan turib
yotqizamiz. Bular yer ostidan qanaqadir tishlar chiqaradi va bularda eng asosiysi totemlar tushadi. Mana bularni oldidan sindirib tashlaymiz. Sindiramiz. Mana shu narsalarni yomon ko'raman. Maydaginalarni urish ham qiyin. Endi tirilamizda va bitta yotib uxlab olamiz. Obunachilar albatta videoga like bosinglar va kanalimizga obuna qo'yinglar. Biz tezroq birga bo'lishimiz kerak. Portlamasin. Osh bizda porox mencha yetarli. Bundan biz hozir dinamit yasab olsak ham bo'ladi. Mana bu o'qimlardan keyin bizga flint kerak. Bu yerlarda flint yo'q. Desam ana bu yerlarda bor ekan. Mayli, dinamitni keyinroq ham yasayveramiz. Hozir birinchi navbatda mana bu plezerlarni o'ldirishimiz kerak. Voy, ana bu yerda qanaqadir eshik. Mana shu yerdan poylab turib otamiz. Ikki dona zarbada o'ldirib qo'ydi. Uni urug'ini necha ekan-a? Do'stlar, mana shu yerda o'zimizga bitta challenge qo'yamiz. Bundan endi yana 3 marta o'lsak men yutqizgan bo'laman. Yana 3 martagina o'lsam men yutqizgan bo'laman. Bundan keyin o'tib olamiz. Bu yoqda bormi? Bu ana totem. Xo'sh, bu totemni ikkinchi qo'limizga ushlab olamiz. Bu yerda maxluqlarni ko'pligini. Bu yerda hamma maxluq bor. Zombi, creeper, hammasi. Ana poylab turib birinchi navbat hozir shu creeperni portlatdi. Bir marta o'lganimiz yaxshiroqmi degan tog'oya ham keldi. Oldin mana buni o'ldirib olaylik-da, keyin buni kuchlantiruvchi damlama tushadi. Menimcha damlama tushdi. Shunda portla. Ana creeper portla. Va mana bittagina zombini o'zi qoldi. Buni ham tezroq yo'q, blok qo'yilmayapti. Axir. Buni bu yoqqa olib kelamiz.
Meni Minecraft'im prosta qotib qoldi. Prosta qotib qoldi. Bu yerga bitta blok va tepaga yo'q bo'lgunch endi ana bu tarafga boramiz. Bu yerda ham anchagina zombilar va villagerlar bo'lsa kerak. To'g'ri, bu yerda anchagina ekan. Bularni endi pastga tushmasdan kamon bilan o'ldiramiz. To'g'ri sinib ketdi. Bu bulush taporim ham sindi. Mayli, mana bu villagerlardan tapor yadi. Mana 2 dona qoldi. Bo'ldimi? Hozir ko'ramiz, bizda daq 5 ta izomrod bor ekan. Mana bu tapni qo'limizga olib olamiz. Xo'sh, bu yerga qo'yamiz. Endi mana shu xonani bosib olsak bo'ldi. Mana shu villagerlarning bashnasi bizniki bo'ladi. Demoqchi edim. Effektivliklari bor ekan, mana buni teglik. Hozircha buni birozgina chalg'itib turamiz. Endi chiqamiz xohlasan. Qo'limizdan kelgancha ularni uramiz. Yutdim. Yo'q, bittagina bor ekan. Yutdim do'stlar, obunachilar qaranglar, mana villagerlarning bashnasida hech kim qolmadi. Bizda naq 4 ta totem, 7 ta izumrud va bir nechtagina taporlar ham bor. Lozim do'stlar, obunachilar, biza yutdik. Villagerlar bashnasida hech kim qolmadi. Ana endi tepaga chiqamiz va jetonlar bilan savdolashib o'zimizga kerakli ba'zi bir narsalarni sotib olamiz. Xo'sh, xullas do'stlar, obunachilar, mana biza villagerlarning bashnasini o'zimizniki qilib oldik va yutdik. Kelinlarda mana shu zombini ham o'ldirib qo'yamiz degan edim. Afsuski o'zim ham o'lib qoldim. Xullas do'stlar, obunachilar, ko'rganlar endi biza villagerlarning bashnasini yutdik va o'zimizniki qilib oldik. Xo'sh, ana endi bizga bu Skyblockda xavf tug'diradigan birorta yovuz mob qolmadi. Zombi, skelet, endi ular oddiygina mob. Ularni o'ldirish shunchalik qiyin emas. Hech kim yo'q, hammasini yo'q qildik. Xullas do'stlar, obunachilar, videomiz mana shu yerda tamom bo'ladi. Albatta videoga like bosinglar va kanalimizga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'shishdan chiqmasin. Do'stlar, obunachilar, hammaga rahmat. Tamom.